Mana shunday katta somsa yeyotgan bo'lsangiz, tepasidagi xamir qalin bo'lsa, ya'ni qattiq bo'lsa, shundoq kesib oling-da, o'sha somsa bilan berilgan sho'rvaga shunday solib qo'ying. Uvib turib boshqacha ta'm hosil qiladi, yumshab qoladi. Keyin esa somsani olib bemalol yeyishingiz mumkin. Somsani ham mana ko'rishingiz mumkin. Bu haqiqiy oltiariq somsa. Piyozlarni shunday mayda qilib tashlaganki, ichida ko'rinmaydi. Tushonkaga o'xshab juda ham zo'r pishgan. Somsani mana o'zini ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy oltiariq somsa shu bo'ladi. Ta'mi juda ham zo'r, yeb ko'rishni tavsiya qilaman. Bu oltiariq somsani olsalaring, oltiariq somsaga qo'shib non, mana bunday oltiariq somsani o'zi, oltiariq somsadan tashqari mana bunday sho'rvasini ham beradi. Sho'rvasi ham juda ham shirin. Bu yerda keyin achchiq ham beradi. Mana shunday keyin choy ham beradi. Choyni ko'k xohlasalaring, qora xohlasalaring ko'k olib ichishingiz mumkin. Mana oltiariq somsani o'zining yopilishini ko'rishingiz mumkin. Mana bu uchidagi qizili bor-ku, mana bu qizil turibdi-ku. Mana shu achchiq oltiariq somsa bo'ladi. Mana shunday yopilish jarayoni. Bu yerda kesalaring, ichkarida ham o'tiradigan joylari bor. Ichkarida oilaviy alohida, do'stlar bilan alohida o'tirasizlar. Undan tashqarida ham joylari bor, tapchan, ya'ni so'rinlari bor. Bu yerning manzili pokiza milliy taomlari, juda ham joylari zo'r. Shinamgina haqiqiy oltiariq somsa mana shu yerda zo'r qilishadi. Yana